Abu Bakir mashinaga risol qo'ydirmadingizmi? Yo'q. Meni tushuncham bo'yicha risolni постоянно og'ir yuk tashiydiganlar mashinasiga qo'ydiryapti. Bir akamiz ham telefon orqali so'radi, shunaqa imkoniyatlar bormi deb, hozir yo'q dedik. Risol yana nima maqsadda qo'yiladi? Agar biladiganlar bo'lsa, video yuboringlar, biz ham shunga qarab aniq ma'lumot bilan javob bersak, hammaga manfaatli bo'lib qoladi. $100 pulimiz bor. Abu Bakir ukamiz keldi va bu mashinasiga tunuka qo'yib berganmiz. O'yinimizda ishtirok etyapti. Instagram, Telegram, YouTube'ga a'zomisiz 3 talasiga? Yo'q, endi bo'ladi. Endi ana bu bo'lasizmi? Bo'ldi. Bo'lmasam ikkita raqam aytasiz. Ikkita? Ha. 2 marta bo'ladimi ichimda yo'q? Ikkita raqam aytasiz deyapman. 33 qiling. Yana bitta aytmaysizmi? 33 44 da. Bo'l, qaysi tomondan sanab beray? Avvaldan sanoling. Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. Keyingisi 44. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 ekan. Dollarimiz qani o'zi? Dollar. Dollar. Ha, mana deydik ya. Yetib qolamiz. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik.